Geodeziya astronomiya bilan chambarchas bog'liq. Chunki qadim zamonlarda odamlar yerning joylashuvi va yo'nalishini yulduzlar orqali aniqlashgan. Hozirgi GPS va sun'iy yo'ldosh tizimlarining asosida ham astronomik hisob-kitoblar yotadi. Oddiy qilib aytganda, osmondagi jismlar orqali yerda aniq nuqta topiladi. Temir yo'l qurilishida esa geodeziya juda muhim rol o'ynaydi. Chunki relslar millimetr aniqlikda joylashtirilmasa, poyezd harakati xavfli bo'lishi mumkin. Geodezistlar yo'nalishni, balandlikni va masofalarni aniq qilib o'lchab beradi. Oddiy qilib aytganda, temir yo'lning to'g'ri va xavfsiz qurilishi geodeziyadan boshlanadi. Tunnel qurilishida geodeziyani muhim. Chunki tunnel ikki tomondan qazilganda ular aniq bir nuqtada uchrashi kerak. Buning uchun geodezistlar yo'nalish, masofa va balandlikni juda katta aniqlik bilan hisoblaydi. Yo'l qurilishida geodeziya asosiy vazifalardan birini bajaradi. Chunki yo'lning burilishi, baland-pastligi va yo'nalishi oldindan aniq o'lchanadi. Geodezistlar maxsus uskunalar yordamida masofa va balandliklarni hisoblab beradi. Oddiy qilib aytganda, sifatli va tekis yo'l geodeziyadan boshlanadi. Uy qurilishida geodeziyada juda muhim ahamiyatga ega. Chunki bino noto'g'ri joylashsa yoki o'lchovda xato bo'lsa, keyinchalik katta muammolar kelib chiqishi mumkin. Geodezistlar binoning joyini, burchaklarini va balandligini aniq belgilab beradi. Suv omborlar qurilishida. Chunki suv sathi yer balandligi va hududning aniq o'lchov oldindan hisoblab chiqiladi. Kichik xato ham keyinchalik suv toshishi yoki texnik muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Mustahkam, xavfsiz suv ombor qurilishi uchun geodeziya muhim bu sohada ham. Qolganlarini keyingi videolarda